Ya Rabbim Allah, bizning tarafdan o'qilgan shu jum'a namozlarimizni, o'qilgan Qur'on Karim oyatlarimizni, aytgan duolarimizni, o'qilgan salovatlarimizni Ya Rabbim baribizdan da qabul qilsang edi. Ajr savoblarini erishtirsang edi. Bizimizda bo'lgan xato kamchiliklarimizni Ya Rabbim afv mag'firat qilsang edi. Ya Rabbim Allah, bizning orabizdan vafot bo'lib ketgan din qardoshlarimizning, bugun vafot bo'lib ketgan İlyas aboyimizning ham boshqa din qardoshlarimizning ruhlarini shod qilsang edi. Ya Rabbim ularning o'rinlari jannatda bo'lsa edi. Ya Rabbim Allah, onların günahları falan olsa, günahların afv mag'firat qilsang edi. İzgilikleri olsa, izgiliklerinden qarata ajr savoblarini alırda arttırıp nasip eylesang edi. Ya Rabbim, o'zimizga de şu dunyoda yashagan chog'da arvohlarimizni esga olib yasharga, boshqalarni o'ldirib yasharga, payg'ambardan tiyilib yasharga, uzun hayırlı ömürler kişirge baribizga nasip eylesang edi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar.